Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligiga oid ilmiy qarashlar mavzusi. Ushbu mavzuni 3 ta reja asosida yoritib o'tamiz. Rejalar bilan tanishtirsak, birinchi reja boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligiga umumiy nazar. Ikkinchi reja O'zbekiston olimlarining mazkur mavzuga oid qarashlari. Uchinchi reja kompetentlikni shakllantirishda asosiy omillar hisoblanadi. Demak, mavzuyimizni yoritishni boshladik. Dastlab kompetentlik so'zining o'ziga to'xtalib o'tamiz. Kompetentlik bu shaxsning o'z kasbiga oid vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuasidir. Pedagogik kompetentlik esa o'qituvchining o'quvchilar bilan samarali ishlashi, ta'lim-tarbiya jarayonini muvaffaqiyatli tashkil qilishi, zamonaviy metodlardan foydalana olish va o'z kasbiy faoliyatini doimiy takomillashtirib borish qobiliyatidir. Kompetentlik tushunchasiga turli xil yondashuvlar va qarashlar mavjud. Bulardan o'zbek olimi Zimnazar Nazarov kompetentlik haqida shunday so'z yuritadi. Kompetentlik bu nafaqat bilim, balki uni amalda qo'llay olish, muammolarni hal qilishda samarali yondashuv ko'rsatish qobiliyatidir. Endi UNESCO talqinidagi fikrga to'xtalsak, kompetentlik bu bilim, tajriba va qadriyatlarning integratsiyasi orqali murakkab holatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyatidir, deya talqin qilinadi. Har bir o'qituvchida bo'lishi lozim bo'lgan kompetensiyalarni sanab o'tamiz. Bular pedagogik mahorat, metodik bilimlar, psixologik tayyorgarlik, kommunikativlik, axborot texnologiyalaridan foydalanish kabilaridir. Endi o'zbekistonlik olim va tadqiqotchilarning o'qituvchi kompetentligiga oid qarashlari va ilmiy ishlar haqida gaplashib o'tamiz. Bulardan birinchi olimamiz Abdullayeva Ma'rifatxon Salimjon qizi. U o'zining ilmiy ishlarida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda tarbiyaviy fanlarning o'rni alohida ta'kidlanadi. Pedagogik faoliyatda faqatgina bilim emas, balki kasbiy qobiliyatlar, axloqiy me'yorlar va shaxsiy mas'uliyat ham o'qituvchi kompetentligining asosiy tarkibiy qismiga aylanishi kerak, deydi. Shuningdek, kasbiy kommunikatsiya, psixologik tayyorgarlik va pedagogik refleksiya kabi kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha o'z metodikasini ishlab chiqqan hisoblanadi. Keyingisi Zarina Ashurova. Zarina Ashurova zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchini fasilitator sifatida ko'radi. Ya'ni o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, ijodiy yondashuvi uchun imkoniyat yaratadigan shaxs bo'lishi kerak. U o'z maqolalarida bugungi o'qituvchi yetakchi, yo'naltiruvchi va ayni vaqtda hamkor bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Ashurovaning talqiniga ko'ra, kompetent o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlashga tayyor, ijtimoiy-emotsional intellektga ega va doimiy o'rganuvchi shaxs bo'lishi kerak. Keyingi olimamiz Etmatova Navbahor Baxtiyorovna. Etmatova o'z izlanishlarida metodik yondashuvlarni keng o'rganib chiqqan va quyidagilarni ta'kidlaydi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi
dars jarayonida an'anaviy va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirib ishlata olishi lozim. Uning fikricha, kompetent o'qituvchi har bir darsni ijtimoiy foydali, interfaol va tarbiyaviy jihatdan boyitilgan tarzda olib borishi kerak. Aytmatova o'qituvchining pedagogik madaniyati, kasbiy refleksiya va diagnostik fikrlash qobiliyatini ham kompetentlikning ajralmas qismi deb biladi. Keyingi olimalarimiz Saparova Umida hamda Berdiqobilova Kamolalar. Ushbu olimalar inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchi kompetentligiga alohida e'tibor qaratadi. Ularning fikricha, inklyuziv sinflarda ishlayotgan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi har bir o'quvchining individualligini hisobga olishi, differensial yondashuv qo'llashi zarur. Bunda o'qituvchining nafaqat metodikasi, balki ijtimoiy adolatli qarashlari, empatiyasi va psixologik barqarorligi muhim rol o'ynaydi. Ular shuningdek, o'qituvchining multimadaniy kompetensiyasi va inklyuziv etikani tushunishini bugungi kun talabi sifatida belgilaydi. Kompetentlikni shakllantirishda asosiy omillar quyidagilar hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Bu o'qituvchining ta'lim jarayonida zamonaviy raqamli vositalar, kompyuter, internet, elektron taqdimotlar, interaktiv doska, mobil ilovalar va platformalar yordamida ta'lim sifatini oshirish, interaktiv darslarni tashkil qilish va o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish qobiliyatidir. Keyingisi metodik innovatsiyalar. Bu ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlar, zamonaviy dars metodlari, interaktiv texnologiyalar va ilg'or pedagogik tajribalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Keyingisi kasbiy o'sish. Bu o'qituvchining o'z sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarini doimiy ravishda yangilab borishi, shuningdek pedagogik faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan shaxsiy va professional rivojlanish jarayonidir. Xulosa o'rnida aytsak, ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetentlik bu faqat bilim emas, balki ta'lim jarayonini tashkil etish mahorati, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish qobiliyati, tarbiyaviy va metodik yondashuvlarning uyg'unligi, shaxsiy rivojlanish va doimiy o'z ustida ishlash kabi kompleks ko'nikmalar majmuasidir. O'zbekiston olimlarining tadqiqotlari ham o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlari, innovatsion yondashuvlari va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalana olish qobiliyatini kompetentlikning asosiy ko'rsatkichlari sifatida belgilaydi.